Ko'hna va Boqiy Samarqand yana bir nufuzli xalqaro anjumanga mezbonlik qilmoqda. 29-30 aprel kunlari Imom Maturudiy tavalludining 1155 yilligi munosabati bilan Maturudiylik, bag'rikenglik, mo'tadillik va ma'rifat ta'limoti mavzusida xalqaro ilmiy amaliy konferensiya bo'lib o'tadi. Hozir anjuman doirasida tashkil etilayotgan tadbirlar haqida hamkasbimiz Bobur Esonov jonli efir orqali xabar berishga shay turibdi. Assalomu alaykum, marhamat, efirdasiz. Assalomu alaykum, Ranopa, rahmat. Mana bugun Samarqand yana bir nufuzli xalqaro anjuman mezboni. Albatta yurtimiz juda ko'p islom olamining buyuk mutafakkirlariga beshik bo'lgan yurt, xususan o'sha Buxoriy, Termiziy, Nasafiy, Samarqandiylar bunday nomlarni juda ko'p davom ettirish mumkin va ular orasida Abu Mansur al-Maturidiy o'ziga xos o'ringa ega. Va bu yil Allomaning 1155 yilligi mamlakatimizda keng nishonlanmoqda. Davlatimiz rahbarining 2025-yil 14-mart kuni Alloma tavalludini keng miqyosda nishonlash to'g'risidagi qarori doirasida ko'plab tadbirlarni tashkil etish rejalashtirilgan. Ulardan biri Alloma tavalludiga bag'ishlangan xalqaro ilmiy amaliy konferensiya. Bugun konferensiya o'z ishini boshladi va anjuman qatnashchilari dastlab Samarqand shahrining diqqatga sazovor joylariga tashrif buyurishdi va Samarqandning ko'hna obidalari, umuman islom olamidagi muqaddas qadamjolarni ziyorat qilishdi. Yonimda din ishlari bo'yicha qo'mita raisining birinchi o'rinbosari turibdilar. Mana shu ilmiy amaliy konferensiyaning ahamiyati, umuman mana shu konferensiya Maturudiy ijodini yoki uning ilmiy merosini o'rganishda qay darajada ahamiyat kasb etadi, shular haqida ma'lumot bersangiz. Rahmat sizga. Darhaqiqat Imom Maturudiy juda bir tarixda o'tgan buyuk shaxs hisoblanadi. Buni oddiy bir misoli sifatida ko'rishimiz mumkin. Bugungi kunda yer yuzida 57 ta musulmon mamlakati va salkam 1,5 milliarddan ziyod musulmonlar bo'ladigan bo'lsa, mana shu musulmonlarning aksariyat qismi, ya'ni ahli sunnat deymiz, sunniylar, mana shu aksariyat qismi, ya'ni salkam bir yarmini biz bevosita Maturudiylik ta'limotida ekanligini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni mana shu Samarqanddan chiqqan, bundan 1000 yil oldin Samarqandda yashab, shu yerda faoliyat yuritib vafot etgan zot ta'limoti, aqidaviy maktabi bugungi kunda Markaziy Osiyoda, Kichik Osiyoda, Hindiston, Pokiston kabi yerlarda va qator musulmon mamlakatlarning bir 20 ga yaqin mamlakatlarda keng tarqalgan hisoblanadi. Mana bugungi kunda davlatimiz rahbarining tashabbuslari bilan mana shunday merosga, Maturidiylik ta'limotiga, Maturidiylik ilmiy maktabiga katta bir e'tibor berilmoqda bilan bugun shu Samarqand shahrida 26 ta mamlakatdan ziyod bo'lgan 70 ga yaqin yirik allomalar, yirik ulamolar, mutaxassislar, tarixchi, dinshunos, islomshunos olimlar mana shu yerda jamlangan. Albatta, bu Maturidiylik ta'limotini ahamiyati bevosita bugungi global dunyoda o'sha aqidaviy masalalar, musulmonchilikni noto'g'ri talqin qilish yoki mutaassiblik, ekstremizm kabi masalalar topib Bu 1100 ham xuddi shunday bo'lgandi. Va mana shu paytda Imom Maturidiy o'zini o'sha falsafiy yechimlar bilan, aqidaviy yechimlar bilan mana shu masalalarni yechimini qilib bergan zot edi. Va biz mana shu bugungi kunda xalqaro jamoatchilikni ham shunga ehtiyoji borligi shundan dalolat beradiki, mana shu masalalarni, ya'ni o'sha noto'g'ri tushayotgan masalalarning yechimida albatta Imom Maturidiyni o'rni, ta'limoti 1000 yil oldin yozib ketgan yoki yaratilgan asarlar merosini ahamiyati bugungi kunda mana qanchalik muhimligini e'tirofi sifatida mana shu anjumanni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Konferensiya ishtirokchilari Samarqand shahrining diqqatga sazovor joylari, umuman O'zbekistondagi o'zgarishlar bilan tanishdi. Ular bilan mana muloqot qilyapsizlar. Ular shu O'zbekistonda diniy ma'rifiy sohada amalga oshirilayotgan ishlar, umuman mamlakatdagi o'zgarishlarga qanday ko'z bilan qarayapsiz? Albatta, bular juda ham katta baho berishyapti. Ya'ni yangi O'zbekistonda haqiqatda ham diniy ko'p o'zgarishlar bo'layotganligini o'zlari e'tirofida, mana atrofimizda yurgan o'sha sayyohlar misolida, mana bu yerga yaqinda kelib ketishdi o'sha mehmonlar o'zlari ham o'sha anjuman doirasidan nafaqat Imom Maturidiy, balki qator Maturidiydshunos olimlarning merosiga bo'lgan e'tiborini e'tirof etayotganligini yoki ularni o'sha Imom Buxoriy misolida, Imom Termiziy,
va O'zbekistondagi Islom sivilizatsiya markazi misolida ko'rishyaptiki, demak, haqiqatda yangi O'zbekistonda tarixiy ahamiyatni yana bir bor qaytarish, mana shu yangi O'zbekistonda bundan 1000 yil oldin qurilgan merosni, demak, ehtirom sifatida qabul qilib uni mana shu keng jamoatchilikka yetkazish, ayniqsa mana shu aholiga, yoshlarga yetkazish bo'yicha ulkan ishlar bo'layotganligining e'tirofini ko'rmoqda va bugun Davron aka, mana bizda efir vaqtlarimiz yakunlanyapti. Hurmatli tomoshabinlar, konferensiyaning asosiy tadbirlari ertaga bo'lib o'tadi va biz dasturlarimiz davomida bu haqda to'liqroq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Rahmat studiya.